Salom azizlar, sizlar bilan Hyper o'z bugungi videomizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda Короче, bizda mana bunaqa narsa bor ekan. Biz random chunk degan bir kartada survival qilayotganmiz, do'stlar. Azizlar, xullas bugun random chunk kartada survival qilamiz. Qani start bosib turgan ekan, bitta bosaychi, qani ko'raylikchi. Bu qanaqa kartaligini bugungi videoda ko'rib borasiz va bu Pedroq versiya uchun albatta Telegram kanalga bu kartani tashlab qo'yaman. Eslatib qo'ysanglar bitta. Bizning survival kartamiz boshlandi. Bizning maqsad full almasli braniya qilishimiz kerak. Bugun maqsad bor bizda, agar qila olmasam xafa bo'lmanglar. Xo'p, qaranglar do'stlar, bu yerda nimadir bor ekan. Biz bugun kristallardan mana shunaqa narsa, o'zi bizga katta maqsad qilsa ham bo'lar ekan, qaranglar. Mana bunaqa bir kristallarga mana bunaqa narsalar berar ekan. Kristallarni biz qayerdan topamiz, ko'ramiz. Lekin biz uyga kiraylik. Mana bu yerda narsa bor ekan. Olib bo'lmas ekanda shu. Qani ketdi. Bizni uy eshigimiz qanday boyagi eshikchamiz mana bu yerda ekan. Qani ko'raylikchi, bu yerda eshiklar, sandiqlar nimalar bor ekan. Qani bu yerda ikkinchi qavat ham bor. Kristal. Kristal ham bor ekan, qani. Tuxum bizga nima kerak? Bu yerda deyapti, layers. Okay, operator olmang o'zingizga, bo'lmasa sizni taramiz deyapti. Ing'iza bu yerda nima? Kaktus bormi? Kaktus qayerdan bu yerga bo'ladi? Bu kristallarni men qayerdan olaman, eng qizig'i? Shuncha baytdan beri Minecraft o'ynashni bilsam, ammo kristallarni bilmas ekanman. Hayronman. Bu yerda nimadirlar qilish kerak, короче. Mana bu narsalarni olamiz. O'zi bizda sandiqchalar bor ekanda. Xo'p, mayli. Bu yerda ham, pastda ham yerto'la borchi deydigancha. Qani bu yerda nima, qanaqa bizneslar bor ekan? Sandiqchalar, yangicha. Hammasini erinmasdan bitta ochib chiqaman, men farqi yo'q. Duxum yetadi bularga. Adashib ketdim, uzr. Hech narsa yo'qmi? Nima bo'lib, bomit sandiq bo'lib qolmiz-ku. Mayli, tikkaga chiqaylik, ko'ramiz. Bu yer mana sal qoldi tushib ketishimga. Xo'p, nima qilamiz do'stlar? Desanglar, bugun deylik to'rtta narsa, ender chunk. Tak, bu yerda qanaqadir uzoq narsalar bormi, yo'qmi? Qani bir qaramasak, bu yerda qazish kerak ekan, azizlar. Okay, azizlar, let's go unda. Sizlar bilan birgalikda bugun bizda mana shu random chunk, lekin bu kartani qanday o'ynashligini bilmayman azizlar, to'g'risini aytaman, rostini aytaman. Bu karta qanaqa o'ynalishini, chunki men bu kartani videosini kuzatmaganim yo'q. Shunday kuzatmasdan shunday bosib yubordim. Reaksiyalarim real chiqishi uchun. Chunki bilmayman, hozir kartani kim ko'rgan bo'lsa biladi, ko'rmagan bo'lsa ham ko'rib turinglarchi, bu noyob karta, ya'ni bekordan bekorga random chunk deb qo'yilmagan bu yerda. Ko'ramiz, qani bizni nimalar kutyapti ekan. Azizlar, xullas bizning mana bunaqa narsa yasab oldik. Biz randomdan hozir betlarni tekslar nimadir qilamiz. Aniq ketdi, let's go. Bugun biz pastga qosishimiz kerakmi shunda? Qani qosib ketaveraylikchi, bizda nimadir chiqib qolar balki. Mana shu yerda tekslar bir zina qilib yuborarmiz, bir yo'la. Hop, ko'ramiz azizlar, ko'ramiz. Mana bu yerdan boshlasak, pastdan mana bunaqa zinacha bo'lib ketaveradi. Shunaqa qilamiz, davay. Lekin meni qiziqtiradigan narsam uni pastida nima bor ekan, shu qiziq menga. Bloklar. Bloklar chiqib kelar ekanda. U juda qiziqtiryapti meni, lekin random chunk nima ekan bu, to'g'risi tushunmadim. Taxta do'stlar, bizda pastimizdan taxta chiqdi. Ana. Ko'rdinglar qanaqa sharmandagarchilik. Taxtalar chiqib ketdi bizning yerimizdan. Ana mana bay. Do'stlar, qaranglar, men qanchalik tejamkorman. Versak yasaganim yo'q hatto, versak. Endi bilmaymiz, bizani boshimizga nima kulli tushib qolishi mumkin. Aytib bo'lmaydi, shuning uchun ko'ramiz. Xo'p, bizda yana bitta kelkadimmi? Mana buni yasab olishimiz kerak-ku, bitta. Tak, ikkitami? Ikkita. Jonga tegdi borku, chalkash-chulkash bo'lib ketdi borku mana bu narsalarim. Olinglar mana bu narsalarni. Boshda ortadi borki. Qani men narsalarim? Basharangga oyog'im. Qani berman narsalarimni. Mana bu yerda tekslab olaylik, sal
tushirmasak bo'lmaydi bu yerini. Chunki xalaqit beryapti-da. Mana bu yerdan pastdan tushib ketishimiz mumkin. Shuning uchun o'zimizga bir qulay qilib olmasak qiyin-da, juda qiyin. Men hattoki fermaga ham qaramadim, chunki bizda ovqatlar deyarli bor. Deyarli jonimiz ketmadi, quvvatimiz ham ketmadi. Ko'ryapsizlarmi bu qanaqa karta? Do'stlar, bo'lmasa men qaziraman, videoni 2x qilib tezlashtiraman. Men juda ko'p qazishni boshladim. Demak, biz qazganimizdan keyin bizning lopatkamiz sindi va men yana boshqa lopata yasadim. Keyin esa yana qazishga davom etdim. Qazganimdan keyin men qiziqib yerga, pastki yerga nima bor ekan deb qaragan paytimda shu yerida e'tiborli bo'linglar, men o'zimdan o'zim tushib ketganim yo'q. Shu bilan o'ladigan ahvolga keldim va o'ldim. Tugadi.